Assalomu alaykum, qadrdonlar. Men o'sha innovator Muhammadjon Akbarayni ishman. O'sha mana bu O'zbek go'zali markerining avtori. Hozir har xil kanallarda mana reklamalar bo'lyapti, lekin hozircha bizda sotuvda yo'q. Bunga talab juda katta. Bu chunki tabiiy giyohlardan tayyorlangan. Buni harakat destivalari shu yuzlarga sustilganda mana shu ochilib turib, mana shu tagidagi chayqagan holatda shunday surtilgandan keyin 10-15 minut ichida o'zi xususiyatlarini boshlaydi. Bu shu chuqur bo'ladimi, soyoz bo'ladimi, hamma marshinkalarni bir chekkasidan sekin oladi, lekin yuzdagi dog'larni, pigmentatsiyalarni, osilib ketgan lojlarni, keyin mana ko'proq ayollarda tuqqandan keyin osilib qolish, mushaklardagi sistemalarga juda ham zo'r ta'sir etadi. Buni endi hozir ta'riflasak, bunga ta'rif yo'q, juda ham ko'p. Shu umumiy mimika mushaklarni juda ham bir holatda, juda ham chiroyli holatda, juda ham ranglarni tozalagan holatda bu o'sha marshinkalar deydi, o'sha ajinlarda juda ham tez farsda oladi. Surtilgandan keyin 10-15 minutdan keyin o'zi yuzda ranglar o'zgarish, lekin bunda hech qanaqa побочный effektlari yo'q, nojo'ya ta'sirlari yo'q buni. O'shaning uchun men hozir ko'plar bizga telefon ham bo'lyapti, shu sotuvda bormi deb, ko'p reklamalar. Hozircha sotuvda yo'q, lekin shuni harakatidamiz, buni ko'paytirib, hozir bunga talab katta lekin rezultat ham zo'r. Buni kimdir agar ishonmasa, keladi, shunday surtaymiz, 10-15 minutda o'sha yengil, masalan, chuqurmas marshinkalarni tez oladi. Chuqurdagi o'sha haligilarni ajinlarni sekinlik bilan oladi. Keyin o'sha rubeslar deydi, masalan, kimdir shram bo'lgan, kimdir boshqa bo'lgan, shilingan, shulardan qolgan asoratlarni ham asta-sekinlik bilan bu juda ham chiroyli holatga keltiradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.